Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Bugun 12 may 2025-yil Agrobank Paxtachi filialini navbatdagi tadbirkorlar bilan uchrashuvni o'tkazamiz. Ushbu uchrashuvimizda qaysi tadbirkorda nima murojaatlar bo'lsa, shu murojaatlarni o'rganib chiqqan holda ijobiy hal qilish masalasi ko'rib chiqiladi. Kimda murojaat bo'lsa, marhamat, navbat bilan savol berish mumkin. Kimda bor savol? Marhamat. Ayolım nomiga kredit olayotgan o'sha haqida Qaysi mahalla? Familiyangiz? Xudoyberdi mahalla. Abdurazzoq va Yulduz. Xudoyberdi, Abdurazzoq va Yulduz, ha? Yulduz. Nima yo'nalishda? Chorva yo'nalishida. Chorvachilik nechi pul kerak? 50 million. Mahalla loyihasi bo'yicha, ha? Mahalla loyihasi. Siz hujjatlaringizni topshiring, kelin o'zi kelsin. Hujjatlarni topshirsin, sizga 3 bank ish kunida natijasi aytiladi. Marhamat. Keyingisi kim? Kimda savol bor? Ayting, marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum. Men murojaatim chorvachilikka kredit chiqarmoqchisiz. Qaysi mahalla? Ukrash mahallasi. Ukrash, ha? Chorvachilik. Kim familiya? Amir Hasan. Amir Hasan. Najmiddinov. Najmiddinov. Nechi pul chorvachilikka? 22 million. 22 million chorvachilik, ha? Ha. Uyda sharoit bormi? Sharoit bor. Siz hujjatlarni taqdim qiling. Bank mahalla banklarimiz bor, o'rganib joyga qo'ysa berishadi. Keyingisi yana kimda savol bor? Marhamat. Shamsnazar mahallasi Toshkent Reza. Shamsnazar, ha? Chorvachilikda Shpinelov Begzod. Nechi pul? 20 million. Chorvachilikka 20 million. Hujjatlaringizni topshiring. 3 bank ish kunida xulosa berishadi. Keyingisi kim olsa? Ayting. Qaysi mahalla? Zarafshon. Kim familiya? Namozov. Chorvachilik nechi pul? 20 million. Kartingiz bormi? Karta ta'lim qilasiz, ha? Uyda sharoitim bor, ha? Mol boqishga. Hujjatlaringizni taqdim qiling, o'rganib chiqadi. Yana kimlar savol bor? Qolganlarga yo'qmi murojaat? Uchrashuvni tugatamiz.